Selamünaleyküm aziz yurttaşlar. Bugün 28 aprel Xansaray to'yxonasining aslında podvalında Cayuz perdaxonani obzor qilgani keldik. Qanaqa nurlari bor ekan ko'rsatib o'taman. Assalomu alaykum aziz yurttaşlar. Mana bugun Cayuz perdeler dukanına keldik. Ana Zerpayga has ajoyibidan birini epirdik. Zerpay kelishib berdimi bu? He ya bu dükanda arzan o'zi skidka aksiya qo'yib turibdi deydi. Qanday bir o'zlar tashkil etdi deyapti edi bu nima bu? Chibin setka bu. Aha. Chibin kirmaydi. Hop. Ya şu turşuncha so'm 600-700 qanday razmeriga qarab bor. Razmeriga qarab baholanadi. 600 so'm pul bo'ladi. Profillari turetskiy, original, setkalaridan original turetskiy. Hech narsa bo'lmaydi bu. Mana big'ilib masalan pishiq urilib ketadi to'g'im. Qoldirg'ach ham kirmaydi deysiz-ku. Ha, mana o'zini o'zi to'g'rilab turaveradi. Молодец, yaxshi. Zo'ri. İçinde kırım etmesi. Bundan kirvandan chiqdi degan xiyl ekanda bu. Mana yandan o'tasiz mana. Bosib qo'yadi. Ikki odam shertamiz ekanda buni, ha. Chotki o'zi. Qara yana bir yuqoridagi bor, shamol o'tmay tug'in degan nesi bor edi buning. Oynandagi bir yanda ko'rinmaydi ekanda. Shamol o'tmay tug'in xilisi bu. Ese aziz yurttaşlar, hava yangilikning rayonda yo'q ekan, Turkiyadan doğru bularga tashabdi birinchi Kamazdan olgan, birinchi qo'l. Ese mening podpischklarim, mening obunachilarim kelaverasizlar, xudo xolasa. 10 danadan hava, 10 danadan hozir og'irg'isi qapti, yana kelyapti deydi, azonda tushyapti dedi. Web sanasında. Hava, manzilni tushuntirdim axir, yana bir qator tushuntirib beraman. Manzilimiz Xansaray to'yxonasining past podvalda. Yağımız bile. Aziz yurttaşlar sizler kutub qolamiz. Kelinglar arzon bahada sizlarga Cayuz perdeler beramiz. Ko'tar kamerangni.